Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib chiqaylik. Sharq Turkiston surgundi hukumati milliy motam kunida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Amerika Xitoy bilan uzun bir urushga tayyorlanmoqda ekan. Sunniy idrak magnati Sinus Time'ning qurg'uvchisi Tang Xiaoao tuyuqsiz o'lgan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diktorlarga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati milliy motam kunida namoyish o'tkazishni qaror qildi. 1949 yili 12 oyning 22 kuni atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyeti mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashlab, Sharq Turkistonning egilik huquqini dafsanda qilgan kun. Xitoyning bu tajovuzchilik harakati Sharq Turkistonda rayimsizlarcha davom qilayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatining rasmiy boshlanishi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 23 dekabr kuni Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqini asliga keltirishni talab qilish. Xitoyning 74 yildan beri Sharq Turkistonda davomlashtirib kelayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatini la'natlash. Kanada hukumatini o'z ichiga olgan dunyo jamoatini Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyat va mustamlikasini ayblashga va Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, shundaqla vatanimizning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashga chaqiriq qilish maqsadida Kanadaning Edmonton shahri qonun chiqarish binosining oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyish vaqti tushdan keyin soat 1 dan soat 3 gacha bo'lib, qarindoshlarning vaqtida qatnashishi talab qilinadi. Amerika Xitoy bilan uzun bir urushga tayyorlanmoqda ekan. Tashqi ishlar xabar tori 12 dekabr kuni e'lon qilgan eng muhimi Xitoy bilan uzun bir urushga tayyorlanish nomli maqolada keyingi 10 yilda Xitoyning Hind Tinch okeanidagi harbiy tajovuzchilik ehtimoli mo'ljardan olqib, Amerika mudofaa planlovchilarining urush o'yiga yo'tkaldi. Xitoy katibashi Xi Jinping davlatining 3-10 yiliga kirgan harbiy qurilishini ko'rinarli kuchaytirdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Tinch okeanining ko'p qism joylarida borgan sari jasorati ortib, dengizdagi kengaymichilikni oshirib, Yaponiya, Filippin va Tayvan qatorliq Amerikaning muhim ittifoqdoshlari va asosliq bexatarlik sheriklarining suvlariga tajovuz qildi. Xi Jinping Tayvanning Xitoyga qo'shilib ketishining zarurligini qattiq ta'kidlab, bu nishonga yetish uchun kuch ishlatishdan voz kechishni rad qildi. Amerikaning diqqatining Yevropa va O'rta Sharqdagi cho'ng urushlarga chechilishiga ergishib, Washingtondagi ba'zilar Beijingning G'arbning inkas qaytarishidan ilgari harbiy harakat qo'zg'ash orqali maqsadini amalga oshirish fursatiga erishishidan ansiraydi. Amerika strategiyachilari Tayvanga qilinadigan hujumning qanday bo'lganligi haqida har xil nazariyalarni o'ttirg'a qo'yishdi. Buning birinchisi Xitoy Xalq ozodlik armiyasi Tayvan va yaqin atrofdagi Amerika armiyasiga boshqariladigan bomba va havodan hujum qiladi. Signal va aloqalashishni buzg'unchilikqa uchratadi. Tor hujumi qo'zg'ab, orolning mudofaa ishlarini moslashtirish iqtidorini buzib, qulayla Tayvanni qo'shib oladi. Agar muvaffaqiyatli bo'lganda, boshqa qo'llash harakatlari Xitoy armiyasining nihoyatda tez kontrolini qo'lga keltirishiga kafolatlik qiladi. Ikkinchisi, Amerika boshchiligidagi birlashma harakat Xitoyning orolga qilgan dastlabki hujumini chekindirdi. Birlashma armiyaning mina, paraxodga qarshi charlash, boshqariladigan bomba, suv osti paraxodi va suv osti uchqusiz aeroplan ishlatib, Xitoyning muvaffaqiyatli ishg'ol qilishiga ilib boradigan ozodlik armiyaning atrofdagi suvni kontrol qilishni rad qilish bilan bir vaqtda ittifoqning havo va boshqariladigan bombadan mudofaalianish qismlari ozodlik armiyaning kerakli havo yordami bilan ta'minlanishini to'sidi. Elektronlik urush va tor hujumi ozodlik armiyaning urush maydoni va atrofidagi aloqani kontrol qilish tirishchanligini to'sidi. Bu orqali Xitoyning tajovuzchiligini to'xtatib, tinchlik hosil qilg'ili bo'ladi. Xitoy va Amerika har ikkilisila yadro urush qurollari ombiriga ega bo'lganlikdan, mutaxassislar 3-nazariyadan texmo afat xarakterlik natijadan ikki cho'ng kuch o'rtasidagi kontrolsiz jiddiylikni keltirib chiqaradigan bevosita urushning yuz berishidan andish qilishadi. Dastlabki hujum yoki qurolliq to'qinish portlagandan keyin bir yoki ikki urush qilg'uchi taraf hal qilg'uchi afzallikka erishish uchun kuch ishlatib, og'ir o'ngishsizlikning oldini olishga tirishadi. Bu harakat odatdagicha bo'lgan taqdirdami dushmanni yadro qurollarini ishlatishga ilhomlantiradi. Bu uch xil nazariya Amerika siyosatchilari tomonidan astoydil qaralishi kerak. Shundaqdimi o'xshamaydigan bir ehtimollik bor. Xitoy bilan Amerika boshchiligidagi ittifoqning uzunga so'zilgan an'anaviy urushi
Gerçi bu xil to'qinish yadro urushiga qaraganda vayron qilg'uch bo'lmasimi, ammo u har ikki tarafga g'oyat zo'r chiqimlarni elib kelishi mumkin. Amerika va uning demokratik ittifoqdoshlari va sheriklari uchun aytganda, Xitoy bilan uzun muddatlik urush davrimizning hal qilg'uch harbiy sinovi bo'lishi mumkin. Xitoyning yadro qurol ombiri Amerikaning ko'lamining bir qismiga teng. Beijing kelgusi 10 yil ichida Amerikaning strategik qurol-yarog' ombirini moslashtirishni nishon qilib, g'oyat zo'r darajada kengaydi. Shundaqdimi, Amerika Xitoy urushi yadro urushiga kirmaydi deb o'ylaydigan kuchlik asos bor. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi urushning boshlanadigan nurg'un yo'llari bor. Xitoyning Hind Tinch okeanga hukmronlik qilish orzusini ko'zda tutganda, bu xil urush atalmish birinchi orol zanjirini o'z ichiga olishi mumkin. Tinch okean taqim orolining uzun egmisi, Yaponiyaning shimolidagi Kuril taqim oroli, Filippin, Tayvan, Indoneziyaning qisman joylari orqali Ryukyu oroliga tutishidi. Tayvanning Yaponiya bilan Filippin o'rtasidagi strategik o'rni, yer shari iqtisodidagi ochqishliq roli va Beijingning kengayimchilik nishonining asosli obyekti o'rnini ko'zda tutganda, bu eng ro'shan nishon. Xitoy armiyasi Tayvan bo'g'izida kun sayin jonlandi. Ozodlik armiya orolda eng cho'ng kuch to'pladi. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerika bu orolni qo'g'dashga majbur bo'ladi. Yoki muhim betaraf davlatlar, hatto ittifoqdoshlari Beijing bilan murosalash xavfiga duch keladi. Tayvan bo'g'izi urush boshlaydigan birdan-bir joy emas. Xitoy Yaponiyaning havo bo'shligiga davomli tajovuz qilib, Filippin va Vyetnamning alohida iqtisodiy rayonlarida ig'vogarchilik harakatlari olib bordi. Chavshan bilan Koreya o'rtasidagi ziddiyat yanada keskin. Agar Chavshan yarim orolida to'qinish yuz bersa, Amerika u yerga yordamchi qo'shin avatib, Beijingning boshqa orol zanjirlaridagi tirkishishini kuzatish fursatini yaratadi. Janubiy Osiyoda Xitoy bilan urush boshlanishi mumkin. Agar Hindiston texmi ig'ir Xitoy tajovuzchiligining qurboniga aylanib qolsa, Washington dunyodagi eng cho'ng demokratiya hisoblanadigan asosli harbiy kuch va sherikni qo'g'dashga qiziqadi. Qisqasi, agar bu yerlarning birərsida urush portilsa, u Xitoy bilan Amerikani bevosita qurolliq to'qinishga olib kirishi mumkin. Agar bu xil ahvol yuz bersa, tez oxirlashishi notayin. Ammo Washington va uning sheriklari ozodlik armiyaning Tayvanni egallab olishining oldini ola oladigan taqdirdami, Beijing yanada mag'lubiyatni e'tirof qilishni xohlamasligi, Amerikaga o'xshash davomli jang qilishi mumkin. Hind Tinch okeanining hozirgi vaziyatida jo'grafiyalik siyosiy qalayimqonchilik mavjud. Gerçi Xitoyning Chavshan, Pokiston va Rossiya bilan quyuq munosabati bo'lsa-mu, ammo rasmiy ittifoqdoshligi yo'q. Amerikaning bu rayonda Washingtonni markaz qilgan Avstraliya, Yaponiya, Filippin, Koreya, Tayvan va Tailand qatorliq davlatlar bilan ikki taraflik ittifoq va hamkorlik munosabati bor. Ammo Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga o'xshamaydigani, bu Osiyo ittifoqdoshlarining o'rtaq mudofaa va'dasi yo'q. Hindiston Tinch okeanda Xitoy tajovuzchiligi yuz berganda, Amerikaning bu rayondagi sheriklarining inkosi ancha aniq emas. Xitoy bilan bo'lgan urush Ukrainadagi urush yoki Janubiy Osiyodagi to'qinish yoki O'rta Sharqdagi to'qinishlar bilan o'zaro moslashishi mumkin. Agar Xitoy nishonini tezlikda amalga oshira olmasa, Indoneziya, Singapur, Vyetnam qatorliq an'anaviy betaraf davlatlar Beijingning tajovuzchiligiga qarshi turish tirishchiligiga ko'nadi. Agar urush portlasa, Xitoy va Amerika har ikkalisi o'zlarining yadro qurollari olib keladigan xatarga taqobil turishi kerak. Har ikki cho'ng davlatning rahbarlari yuqori darajada o'zini kontrol qilishga muhtoj. Urushni cheklab qilish uchun Washington bilan Beijing har ikkalisi bir-birining qizil siziqlarini tonishi kerak deyildi. Xitoy sun'iy idrok magnati Sinus Time'ning qurg'uvchisi Tang Xiaoao 15 dekabr kuni tuyuqsiz o'lgan. Forbes xabar to'rining 16 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy sun'iy idrok magnati Sinus Time'ning qurg'uvchisi milliarder Tang Xiaoao juma kuni kechda 55 yoshda o'lgan. Tang Xiaoao o'lganda sop mulki 1 milliard 100 million dollar ekan. 2022-yili Tang Xiaoao 6 milliard dollar sop mulki bilan Hong Kongning eng boy 50 kishisining tizimligida 16 o'ringa tizilgan. Ikkinchi oyda e'lon qilingan eng yangi rad tartibda 2 milliard 500 million dollarlik sop mulki bilan 33 o'ringa tizilgan. Uning mulkining sop qiymati butunlay uning Sinus Time'dagi pay chekining qiymatiga bog'liq ekan. U 1996-yili Massachusetts sanoat texnologiya institutida doktorlik unvoniga erishgan. Hong Kong Xitoy tili universitetida uchur injenerligi kasbi bo'yicha o'qituvchilik qilgan.
O 2014-yili Şuli və Şubing ismli ikki doktor o'quvchisi bilan Sinistayimni qurgan. Sinistayim 2019-yili Amerikaning savdo qora tizimligiga qo'shilgan bo'lib, Amerikaning material va texnikasini ziyorat qilish cheklamasiga uchragan. 2021-yili 12-oyda bu shirkat Amerika Moliya ministrligining mablag' solish cheklanadigan shirkatlar tizimligiga kirgizilgan ekan. Demasan jon bergan vatan qinidi. Abduri Sarvi. Demasan jon bergan vatan qinida. Vatanni ruhimning qitiga oldim. Ruhim u beshga tutashgan janga. Kiydirgan beshimga shahona tojim. Ketsimu qo'limdan so'ygan tuproqim. Vatanim manguga mening. Mangala taliq u bebaho taxtim. Chunki u azaldan meningla haqqim. Haq uchun jon berdim, haq uchun ketdim. Qon kechish u nima so'ra meningdan. Shahidlik u nima o'ygan meningdan. Men qisos xanjiri, men etilgan o'q. Düşmanning ko'ksini ista meningdan. Vatan uchun jon bermek naqadar huzur. Bilivol tabassum qatqan yuzimdan. Vatanga oshiqlik qandoq bir savdo. Ko'rivol sen uchuq ketgan ko'zimdan. Eng ulug' so'ygini topaman desam. Kel haram boqqa, kelgin manasqa. İzdegin shu yerda qolgan izimdan. Behishtin chiqqandek xushbo'y bir puroq. Taraydı qonlarim singan tuproqdan. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.